Nurg'un tuqqanlarimiz yog' lazi qilganda bevosita lazining ustiga yog'ni qo'ydi. Bunda qilsangiz xatolisiz. Cho'ng ustamlarni deb bermaydigan meg'izliq yog' lazi qilish usulining reseptini bugun oshkorlab o'tmoqchi. Mayli lampong rang pis qilamsizlar yoki nonga milab yemsizlar, tantilinglar qag'idek ajoyib o'xshaydi jumu. Eng avval jirik laza, uvoq lazidan bir chindan tayyorlab olamiz. Undan keyin tuz, zira, azroq ochiq suv qo'yib yetamiz. Bunaqa vaqtimizda lazining ishti kuyib ketishining oldini olib bo'ldi. Endi bularni yaxshi bir aralashtirib olgandan keyin kunjutni azroq silib o'tdim. Samsaqdan jiqroq axlab mushunda ushaqlab olamiz. Bek ushaq qilib o'tmanglar. Uningdagi yanaq meg'zi, xo'asing meg'zidan bir piyoldan tayyorlab, buni ezib tayyorlab olamiz. Uningdan keyin qozonga sal jiqroq may qo'yib olamiz. Mening ishlatganim atbuloq birinchi darajalik sig'ir mayi. Atbuloq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, uzuqlik qimmat saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mimi shunchalik payzam, tetimliq, mayga shundaq puraqliq, ta'm kuchli saykuktat dori-darmaklar bilan ta'mlantirib olsak, shunda mizlik chiqadi. Saykuktatlarni bek ko'ydirib o'tmaymiz. Shundaq rangi o'zgargandan keyin suzib elib olamiz. Bek ko'ydirib yetib qolsanglar, yog' intayin qirtaq ochiq bo'lib qoldi. Samsaq sağa vaqtimizda o'tni o'chirib yetib turib salamiz, bo'lmasa teshib chiqib ketadi. Undan keyin xo'asing meg'zi, yanaq meg'zidan silib, tekshi aralashtirib olgandan keyin maylasining ustiga qo'yib, yaxshi bir aralashtirib olamiz. Ko'rib turganinglardek mayni 2-3 bilak bo'lib turib oz-ozdan qo'yib aralashtiramiz. Bunaqa vaqtimiz lozimiz kuyib ketmaydi, ham shunchalik mizlik chiqadi. Mishay kelganda yurak berib saqlamasangiz keyin izdigan topolmay qolsiz-jimu. Lap gap emas, ma yog' lazining purqi uyning için bir oldi ya, nonga milab yeb ketdik. Lampong rang pizig'im mana mushkul usul bo'yicha tayyor qilib olsanglar bo'ldi.